Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan zamonamizning eng keng tarqalgan va xatarli gunohlaridan biri, g'iybat haqida suhbatlashamiz. Bu illat jamiyatimizni ichdan kemirmoqda. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davrlarida bir joyda g'iybat bo'lsa, uning hidi atrofga tarqalib ketar edi. Afsuski, hozirgi kunda g'iybatning hidi yetib bormagan joy qolmadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu holat bizni chuqur o'ylantirish kerak. Bir kuni Allohning elchisi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan g'iybat nima ekanligi so'raldi. U zot alayhissalom shunday javob berdilar: g'iybat, birodaringni o'zi yo'q vaqtida, unga yoqmaydigan narsa bilan eslashingdir. So'rovchi yana savol berdi: agar u kishida o'sha nuqsonlar bo'lsa-chi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam javob berdilar: agar u kishida o'sha nuqsonlar bo'lsa, bu g'iybatdir. Agar u kishida o'sha nuqsonlar bo'lmasa, bu ham g'iybat, ham tuhmatdir. Bu hadis g'iybatning naqadar og'ir gunoh ekanligini aniq ko'rsatib turibdi. Har birimiz tilimizga ehtiyot bo'laylik, birodarlarimizning obro'sini saqlaylik. G'iybatdan saqlanishga harakat qilaylik. Zero bu gunohning jazosi og'irdir. Qo'llab-quvvatlash, obuna va like tugmasini bosib ketishingizni iltimos qilamiz.